Mayor avjida do'stlar, qirol qaytdi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Simple yana katta sahnada. Dallasdagi og'riqli mag'lubiyatdan so'ng u endi Reign bilan bir safda. Bu safar Face Clan'ni to'xtatish oson emas. Birinchi raqib Herori. Dallasda aynan shu jamoa Simple'ni to'xtatgandi. Lekin bu safar hech qanday shans qoldirilmadi va 1-0 qasos to'liq olindi. Intervyularda esa Simple biz botlarga yutqizdik degan edi. Ikkinchi bosqichda Taylu oddiy yurish, oddiy g'alaba 2-0 bilan keyingi bosqichda. Bu xaritada Simple ozgina ko'rinmadi, lekin hammasi joyida. Qolgan jamoalarning natijalari ekraningizda ko'rishingiz mumkin. Ammo bugungi kunning eng omadsiz jamoasi bu Falcons. Arab milliardlari ham yordam bermayapti chog'i. Dastlab ular B9 ga yutqazishdi, keyin esa xitoylik Lean Vision ularga muammo bo'ldi. Natija esa 0-2. Afsus. Monisi uchun ertangi o'yin ehtimol oxirgi imkoniyat. Yutqazsa ular ham xayrlashadi. Xullas, Mayor qizg'in. Har bir raund portlayapti do'stlar. Yangiliklarni o'tkazib yubormang. Faqat bizda eng tezkor va real shartlar. And as Tessez gets the kill down beneath, 10 seconds to scramble, Mondesi gets nothing, and believe your eyes! This is no hallucination! This is 2020 Lin Vision! Yeah, that's right. You better mess with the vision. Amelia's glass has fallen off as they take this win.